يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz Müslüman qarindoshlar, Mu'minlarga nido nomli darsimizning 16 qismisi Allah subhanahu wa ta'alaning Sura Ahzab 34 ayet Ya eyyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira ve sabbihuhu bukratan ve asila huvallazi yusalli aleykum ve melaiketuhu liyukhrijakum minez-zulumati ilen-nur ve kana bil mu'minina rahima degan bu oyatda bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala yana bu oyat orqali bizning eng go'zal sifatimiz bo'lgan bizni Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinlashtiradigan, aslaydigan sifatimiz iymon sifat bilan chaqirib, yana bizga yo'l yo'riq ko'rsatma bermoqchi. Aziz musulmonlar, Tünügünki dersimizde dep ötkünümüzdek Allah subhanahu wa ta'ala biz insanlarını dünyaya ekilip bütkül hayatımızın hem sahalarına kadar yol yo'riqlarni ko'rsatmalarini berish orqali bizni dunyodami baxtlik, oxiratdami baxtlik yo'lga başlamoqchi bo'ldi. Allah subhanahu wa ta'ala insonning hayotidan qaysi bir tarafi bo'lsin Allah'ның yo'lining sirtiga chiqib ketmaydiganligini, uning hayotining hamma tarafi islomning chegarasi ichida, dinning hududi ichida bo'ladiganligini Allah ko'rsatib berdi. Musulmonlar bu chegaraning ichida qanday qilganda bu chegaraning ichida bo'la oladi? Buni Allohning kitobi, Qur'oni Karim, Rasulullahning sunnati, hadisdan topa oladi. İnson hayotining hamma sohalarini islom o'lchimida, islom asosida manaman deydigan, onunğa keladigan qarshilik, onunğa uchraydigan to'sqinlik, u yo'liqadigan aziyat va u to'laydigan badallar eng ig'ir bo'ladi. Biz oldingi darsimizda deb o'tganimizdek islom dushmanlarining ideologiyasi, qimmat qarashi qanday bo'lishdan qat'iy nazar dünyadaki bütkül kafirlerini, münafıklarını, müşriklerini, zalim tecavüzçilerini cuglaydıgan, yani bir yere ekiledigan bir amil var. O bolsa mı İslam dininden ibaret amil. Kaçan ki İslam terakki kılgılı, güllengeli koptu. Kaçan ki Müslümanlar hakiki İslam bilen yaşadığı koptu. Kaçan ki kişiler Kur'an-ı Kerim'ni özünün hayat yoluga, cemiyet endizisiga aylandığını koptu. En şu vakitte bütün düşmanlar özünün arasındaki niza, özünün arasındaki küreş, özünün arasındaki adavetini taşlap, ana o Müslümanlığa karşı, ana o İslam'dan ibaret hakikatga karşı
uni yo'q qilish uchun birlikka keladiganligini biz oldingi darsimizda bayon qilgan. Allah mana bu yo'lning qiyin, mushaqqatli ekanligini bilganligi uchun yana o'zining mu'min bandalariga bu davondan qandoq o'tish, bu mushaqqatni qandoq yengish va bu jafolarga qandoq aziyat badal sabr qilishning yo'lini ko'rsatib Alloh taolo mana bu so'zida deydi: "Uzkurulloha zikran kasira." Allohni eng ko'p aslanglar. O'ylanglar, yod etinglar va Alloh subhanahu va taologa atigan kash taraflarda tasbih aytinglar, namoz o'qinglar. Allah bu yerda ikki tarafni dedi. Atigan taraf bomdat namozi tushga qadar, kash taraf peshim asr namozi elinsa bu bo'ladi yoki kunduz taraf, kecha taraf, ikki tarafni elib shuning ichidagi 5 vaqt namozni Alloh deydi. Sizlar atigan kashda Allah subhanahu va taologa namoz o'qinglar. Allah Taala sizlarga gunohinglarni mag'firat qiladi. Allohning malayikalari sizlar uchun duo qiladi. Bu ko'p Allohni aslash, Allohni ko'p yod etish sizlarni qorong'ulikdan nurga, qalbning qorong'uligidan, yo'lning qorong'uligidan qandoq chiqish yo'li topsaq bo'ladigan bu tingir qashning qorong'uligidan nurga, ya'ni islom nuriga, qalb nuriga, haqiqatning uch yo'lidan iborat nurga sizlarni chiqarish uchun Allohni ko'p aslanglar. Allah mu'minlarga mehribon, rahim qilguvchi bo'ldi. Demak, bugungi dars o'sha Alloh subhanahu va taoloni ko'p aslash haqida. Demisimi Allohni yod etish bu bir mu'minning ruhiy energiya manbasi. Xuddi motorning qo'zg'atquchi, harakatlantiruvchi manba benzin bo'g'iniga o'xshash mu'minni hayotida harakatlantiradigan, durust bo'lishga undaydigan va Alloh taolaning cheklimasi, hududi, doirasi ichida yashashga haydakchilik qiladigan, kafolatlik qiladigan asosli omil bu Allohni ko'p aslash. Mu'min Allohni ko'p aslash bilan dunyodami nurg'ulg'an davonlardan o'tib ketalaydi va qiyinchiliklarni yengib ketalaydi. Aziz qarindoshlar, bir turkum ulamolar uzkurulloha zikran kasir, Allohni ko'p yod etinglar degan bu oyat karimada Allohning bu yerdagi buyrug'i Allohni yod etish emas. Chunki mu'min Allohni yod etadi, Allohni aslaydi. Ammo ko'p yod etish masalasi bu mu'minning ishi. Chunki tarixdan beri haq yo'li, batil yo'lidan iborat yo'l ikki bo'lib kelgan. Saf ikki bo'lib kelgan. Maydon ikki bo'lib kelgan. Ya Allohning yo'li, ya shaytonning yo'li. Ya haq yo'l yoki zalolat yo'li. Mana bu yo'lning har ikkilisiga o'zining tavallikini bog'lab turayotgan, ba'zida musulmonlar kuchayib qolsa, amaliyati bilan musulmonlarga tava bo'lib, qalbi bilan, fikr yodi bilan kofirga tava bo'lib yashaydigan soxtpaz o'zini ig'izidagi davosida musulmon deb, qalbi niyatida kufrga tava bo'lib yashaydigan munofiqlardan iborat bir turkum kishilar bo'lib, bu kishilarmi Allohni yod etadi, Allohni aslaydi. Allah subhanahu va taolo bularni sifatlab "Wala yazkurunalloha illa qalila." Bular Allohni bak az yod etadi dedi. Şu musulmonlar ko'radigan yerda musulmonlarning safida tug'anligini isbotlaydigan yerda
mana bulumu namaz o'qiydi ekan, ro'za tutadi ekan, jihadga chiqadi ekan, bulumu islomninki qashida bor ekan, musulmonlar bilan birga ekan deb kishilarga o'tkazgili bo'ladigan yerda, foydasini ko'rgili bo'ladigan yerda Allohni eslaydi. Ammo ulidan ayrilgan vaqtda Allohni eslamaydi. Mu'min kechimi, kunduzmi o'zining jamoatlari bilan boyadimi, yo'q yerdimi Allohni eslaydi. Bo'libmi mu'min tahi boshqalar ko'rmaydigan yerda Allohni bak eslaydi. Haqiqiy mu'min Allohni eng ko'p eslaydigan kishilardir, birodar. Shunga munofiq bilan mu'minning farqi, munofiq Allohni kishilar ko'radigan yerda eslaydi, foydasi tegadigan yerda Allohni yod etadi. Mu'mincho Allohni davomli yod etadi. Imom Tibrani Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilib chiqargan hadisda "Man aksara zikrallohi faqad bari'a minan nifaq" degan. Qanday kishi Allohni ko'p eslasa, u kishi nifaqdan qutuladi dedi. Munofiqlikdan saqlanay degan odam Allohni ko'p eslash kerak. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda "Bari'a minash-shuhhi man adda zakata mali" iqtisodining zakatini ayirgan, zakatini bergan kishi och ko'z, baxil degan nomdan qutuladi deb Rasululloh degan. Demak, aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo bu yerda munofiqlarning saviyasini bulab qolmaslikni bizdan chaqirdi. Chunki munofiq yo'lini keskin qilib ayirmagan kishilar, sepini ayirmagan kishilar. U mushu dunyoda nada manfaat qiladi ekan, foydaning keynidan qovlaydigan saxtbaz insonlar bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo biz mu'minlarni mas'uliyat egisi sizlar, vazifa egisi sizlar, dunyoga madaniyat, qimmat, e'tiqod, fikr, yo'l ko'rsatadigan ustoz kishilar sizlar. Sizlar o'zinglar shaxsiy bir kishilik yashash bilan emas, umumiy insonlarga guvohchi bo'lib yashashga chiqarilgan insonlar sizlar. Sizlarning har bir so'zinglar, harakatinglar, hayotinglar din, axloq, aqida, Qur'on, manhaj. Shuning uchun bu yo'lda mustahkam turishinglar kerak deb Alloh taolo mana buning ochiqchini ko'p Allohni eslash deb o'zi bayon qildi. Aziz qarindoshlar, biz musulmonlar dinni oliy qilsak bo'ladi, dinni ustun qilsak bo'ladi, dinning xizmatini qilsak bo'ladi da'vatimiz. Dinning xizmatini qilish dinda durust yashash bilan bo'ladi. O'zimizning amaliy hayoti, amaliy harakatiga haqiqiy muhofazat qilishlik bilan bo'ladi. Chunki har bir musulmon Allohning oldida bir shohid. Har bir musulmon tirik Qur'on, tirik sunnat. Musulmon orqali kishilar islomni taniydi. Shunga tarixga qarasak, islom jihad bilan tarqalmadi. Ko'pincha vaqtda. Ammo jihad islom dushmanlarining islomga qarshi qo'ygan yo'lini ichish bilan bo'lsa, islom dunyoning hamma taraflariga musulmonlarning aqidasi, musulmonlarning axloqi, muomalasi, amaliy hayot namunasi bilan tarqaldi birodarlar. Bugun milliard musulmon turib, islom bu qadar xorkan, islom bu qadar kishilarning oldida qo'rqinchli bir narsaga aylangan bo'lsa, buning mas'uliyatini Allohning oldida musulmonlar birimiz biz bunga. Chunki islomga uyg'un yashash, islomga haqiqiy to'liq amal qilib yashash, bu islomning namunasini, ulgusini kishilarga ko'rsatishning yo'li bu.
Peygamber aleyhissalatu vesselam bu zikrinin muhimligi hakkında bunda deydi. Ala unabbiukum bi hayri a'malikum ve ezkaha inda malikikum ve erfa'iha fi derecatikum ve hayril lekum min infaqiz zahabi vel varak ve hayril lekum min en telqav aduvakum fatadribu a'naqahum ve yadribu a'naqahukum qalu bela qala zikrullah. İmam-ı Tirmizi Ebi Darda raziyallahu anhu'dan çıkargan hadiste Resulullah deydi, dikkat kılın. Men sizlarga eng yaxshi amalinglarni deb beraymi? Padişahının qaşida, yani Allah'ın qaşida eng pak darajanglarni eng üstün qiladigan sizlarga oltin, kumushni fi sabilillah Allah yo'lida xajlaganlikdanmi yaxshi düşman bilan uchrashib, ularning gadiniga sili ursla, silining gadiniga urudi. Buningdanmi yaxshi bir amal bilan amalni sizlarga deb beraymi dedi. Sahabalar shunda qilsa ya Rasululloh, bo'lsa dafaslar deganda payg'ambar alayhisalom va zikrulloh, u amal Alloh subhanahu va taoloni eslashdi. Aziz birodarlar, bu hadisda Peygamber aleyhissalatu vesselam zikrinin o'rnini hatta cihattınmı? Cihat meydanlarında düşmanlarının boynuğu seliştinmi? Beşini kesiştinmi? Kan tökülüvatkan, cesetler parı buluvatkan bu halettinmi yüksek derecede tasvirledi Allah'ın esleştirdi. Çünkü cihatni Müslüman nima uchun qiladi? Allah'ın buyurgan farizleri deb qiladi. Amal ibadetni nima uchun qiladi? Allah buyurgan fariz deb qiladi. Namozni nima uchun o'qiydi? Cenab-ı Allah buyurgan fariz deb o'qiydi. Haromni nima uchun yanidi? Cenab-ı Allah to'sqan cheklama deb yanidi. Demak, Allah'ni eslash mu'minni taqvolikqa undaydigan, taqvolikqa qiziq turadigan, üstüge arıtılgan mesuliyetini ada qilishga sababchi bo'ladigan amal bo'lganligi uchun bu zikr eng afzal ve her bir amalning asosi bo'lgan amal. Yuqorida biz deb o'tganimizdek, bu musulmonning hayotidagi musulmonni harakatlantiradigan birdan bir kuch zikrulloh, Allohni eslash. Demek Kur'an-ı Kerim bu arkalık bizge ameli ibadetlerimi buyuruş bilen birge kalbimizde şifalık, kalbimizde rahat tepiştiğin yollarını gösterdi. Kur'an bizge şu kadar teselliye, şu kadar yollarını köstüvatı da buradarlar. Allah'ın isteganlikning o'rni, ahmiyatini biz yuqoridagi so'zimiz bilan tushungan bo'lsak, buning foydalarini deb o'tamiz. Birinchi, Allohni eslash shaytonni yiroqlashtirdi insondan. Rahman Taoloni rozi qiladi. G'am, andisha, ish-pushqlarni qalb, asligichining qalbidan chiqarib, uning o'rniga xushallik, xursandlikni akiladi. İnsan bir bala özünün, dadısının özüge ne kadar mihriban, köyümçan ekanligini o'ylab, işi pishib qolgan chaqda dada desa, o dadısı derhal ha balam deb o balığı kuyunidi ekan, ko'ngil biladi ekan, balasining qiyinchiligini hal qilib beradi ekan. Bu vaqtda o bala qanday qiladi? Qalbi xursand bo'ladi. Dunyoda ojiz bo'lib qolgan kishi Allohni eslasa qudratni topadi. Chunki oyni u boshqardi, kunni u boshqardi, kechini u urlashtirdi, kunduzni u urlashtirdi, osmonni u ustimizda tuguriksiz qildi, dengizlar, tog'lar, toshlar. Bunu insan qarasa Allah'ın kudretini görelaydı. Allah'ın kudretini
yerlerning tavravatqanligidan, dengizning teshavatqanligidan, yomg'ir suyularining tushavatqanligidan, shiddatli bo'ronlarning kelayotganligidan, buningdan Allohning qudratini ko'ra oladi. Mana buni ko'rgan inson o'zining ojizligini, yolg'izligini his qilgan vaqtda shu qudrat egisini eslab, "Ya Rabbim" desa, qudrat egisi "Bandam" deydi. O vaqtda bu ojizlikdan qutuladi. Agar mo'min inson kambag'allikdan, yo'qsizlikdan, g'amga tushib qolgan bo'lsa, o o'zining onasining qo'siqida ne anisi, ne dadisi, ne onundan başka hiç qanday bir insan onunla alaqadar bulup perviş kılanmavatkan çağda onun sağlığı, uzuqlanışı, onun şunun içinde hayat turuşu, qatarlıq her türlü amillarını Allah Teala öz kudreti bilen tedbir kılıp saklavatkanlığını esligen vakitte İnsan mana bu hayatta hem Rabbim bana rızık berdi. Madem men Rabbimga tevekkül kılıp durup, Rabbimga yaqinlashib durup, rızıkның yollarını zirikmestin izlesem, bana Rabbim rızık berdi deb Allah neslese, o vakitte onun g'amlari ko'tarilib ketadi. Shuning uchun İbn Qayyum rahimahullah Allah'ını eslashning yuqorida deganimizdek shaytonni insondan yiroq qilib Allah subhanahu va taologa yaqinlashadigan bir omil ekanligini bayon qilib dediki ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Mana Allohning so'zi bilan bishorat berdi. Ey musulmonlar diqqat qilinglar. Allohni eslash bilan qalblar arom topadi dedi. Rohat topadi. Bu Allah'ını eslash bilan mu'minning lam qalbi emas, hatta dunyodagi kafirning qalbi arom topadi. Kafirmi eng ig'ir kunga qolgan vaqtda Allohni eslaydi u. Ey Tangrim deb deydi u. Chunki dunyoda bir davlatning eng cho'ng podshosi bir insonning agar farzand dadisi bo'lsa, ya akisi bo'lsa, yoki uning tuqquni bo'lib qolsa, u boshqalar bo'zak atkili qopgan vaqtda shu podshoh akamga deyman, ya dadamga deyman. Agar u qiyinchilikqa qog'ili qolsa, men uningga deyman deb ko'ngli xursandlikka to'lg'unidek, mu'min Allah'ның bütün dünyanın padişası, bütün dünyanı icat kılgan yasıgıcı, bütün dünyanın igisi, bütün kainatının intizamını tertipligici işgallikini oylagan vakitte her çağ onunla hayatlıkını biripti, hayatlıkını tatip olalaydıganlıkını oylagan vakitte mümin kalbi şu vakti aramanı rahat tapıdı. Allah bu özünü esligüçülerinin huzur, baxit, halavetke erişidiganlıqına bayan qilib bo'lgandan keyin وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Qanday bir kishi meni eslashdan yuz o'rib qilsa, haqiqatan bunday kishi qiyin turmushda qoladi, uning turmushi qiyin bo'ladi, qalbi siqilishda qoladi. Uni biz qiyomat kuni qarg'a holatda hashr qilamiz dedi. Aziz qarindoshlar, inson iqtisod orqali dunyodan huzur izlasa topolmaydi. Yoki ayoli orqali baxt izlasa umid topolmaydi. Yoki huquq mansab orqali baxt izlasa umid topolmaydi. Tan sağlamlık orqali baxt izlasa umid topolmaydi. Bu baxt saodatni mol bilan yoki ayol kishi bilan yoki mansab huquq bilan yoki go'zallik bilan yoki boshqa narsa bilan lam izlasa, shuningdan lam keladi deb izlab topolmaydi. Chunki dunyoda nurg'un iqtisod manbalar eng baxtsiz.
Ayolları bor kishilar baxtsiz, huquq egalari baxtsiz, shuncha husn jamoli bor chiroyli kelishganlar baxtsiz, tini saq kishilar baxtsiz, uylari bor kishilar baxtsiz. Allohni eslash bilan inson huzur topadi va baxt topadi. Chunki Allohni eslash qalbni sog'lom qiladi-da. Shuning bilan uning tini sog'lom bo'ladi, irodasi kuchli bo'ladi. Odamni kasal qiladigan omillarning birinchisi ruhiy tushkunlik, umidsizlik. İnsan Allah'ını köp eslagan vaqtda uning ruhiy tushkunligi tugaydi, umidsizlik yo'q bo'ladi. O shuning bilan tini sog'lom bo'ladi. Kayfiyati yaxshi bo'ladi. İkincisi Allah'ını eslash musulmonning yoki Allohni eslaguvchining qalbini nurli qiladi. Xuddi atigan vaqtida Qur'oni Karimni o'qib uydan chiqqan, yo 2 rakat namozni o'qib uydan chiqqan, yoki atiganlikda 2 rakat tahajjudni o'qib uydan chiqqan kishining qalbidagi xursandlik, kangurlik, ozodichilik bilan attigini o'rnidan turiblam nashti qilib uydan chiqqan kishiningki qalbdagi bu huzur, xursandlikni selishtirgan vaqtda haqiqatan doktorlarmi farq qilaligidek diagnoz qo'ysa diagnozda ayriyoligidek darajada xursandlik bildiradi birodar. Bu isbotlangan ilmiy haqiqat bu. Qalb nurliq bo'ladi. Uchinchisi Allohni eslash Allohning muhabbatiga insonni erishtiradi. Allohni eslagan ekan Alloh bizni eslaydi. Fazkuruni azkurukum. Silimini eslanglar, men silini eslayman dedi. Bu Allah'ın va'disi. Biz Allah'ını nima bilan eslaymiz? Allah buyurgan ishlar bilan eslaymiz. To'sqan ishlardan yenish bilan eslaymiz. Yana Allah'ni o ko'rsatgan mukammal hayotlik yo'li bilan eslaymiz. Agar bir oila Allah'ını eslasa, Allah o aileni baxtli qiladi. Agar bir jamiyat hammasi Allah'ning ko'rsatgan yo'li bilan Allah'ını eslasa, o jamiyat baxtli bo'ladi. Agar bir millat Allah'ını eslasa, Allah'ning ko'rsatgan yo'li bilan, ya'ni Qur'oni Karimni umumiy hayotining asosi, prinsipi qilish bilan Allah'ını eslasa, Allah o millatni baxtli qiladi. Şuna Allah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera. Dördüncüsü Allah'ını eslash esligüchining qalbning ketib ketishini yo'q qiladi va qalbida bir yumshoqlik, mehribonlik paydo qiladi. Bulupmi bugungi kunda kishilar aldirash bo'lib ketgan, jamiyatning besimi eshib ketayotgan, turmushning halakchiligida yurayotgan, Allah subhanahu va taoloni eslashga vaqt chiqarmagan kishilar shuni o'ziga odat qilish kerakki, har kuni 1 soat yolg'iz o'tirib Allohni eslashga o'zini odat qilish kerak. Chunki u orqali tini sog'lom bo'ladi, qalbi nurliq bo'ladi, yuzi nurliq bo'ladi, ko'ngli xushal bo'ladi, ruhi ustun bo'ladi, ishlari tartibli bo'ladi. O orqali Allah subhanahu va taolaning muhabbatiga erishadi, roziligiga erishadi. Mana bu orqali o'zining jamiyatdagi hayotning besimlaridan qutulishga fursat topadi, birodarlar. İnsan Allah subhanahu va taolo insonga dunyoda 2 xil hayotlikni bergan. Birinchi qalb bilan tenning hayoti. Mu'minning qalbi mu hayot, amali teni mu hayot bo'ladi. Yana bir turkum kishilarning jasadi hayot, ya'ni o tirik hayot, ammo qalbi o'lib ketgan. Nima yaxshilik, nima yomonlik, nima to'g'ri, nima xato, uni ayırmaydigan. Biz deymiz, vijdani o'lib ketibdi mana. Oy ma'ningda vijdon deydigan narsa yo'qkan deymiz hozirgi tilimiz bo'yicha. Demak, vijdon o'lgan inson
u jismi jasadi bilan hayot bo'lgan bilan ammo ruhi o'lgan bo'lib u hayvondan farqlanmaydi birodarlar. Allah hayvondan farqlanish uchun mana insonning vijdonning o'yg'oqligi, hayotligi, qalbning o'yg'oqligi, hayotligi bilan farqlanadi. Shuna davomli bu qalbimizning o'yg'oq bo'lishi, qalbimizningki hayot bo'lishiga qattiq ahamiyat berish kerak. Qalbning hayoti Allohni eslash bilan bo'ladi. Bugun yaxshi so'zlar bo'lsa ko'zlaridan yosh chiqmaydigan, yaxshi so'zlarga qitilg'usi kelmaydigan, yaxshi ishlarni qilg'usi kelmaydigan, o'zining bir kishilik hayotida yeyish, kiyish, o'zining turmushini o'tkazish, faqat butun hayoti o'ziga bog'lanib qolgan, o'zini markaz qilgan, o'zini o'ylaydigan insonlarning qalbi o'lib ketgan insonlar ular. Ularning hayoti hayvondan farqlanmaydigan hayot. Ularning dunyodagi yashashi xuddi hayvonning yashashiga o'xshash hayot. Chunki inson ustida mas'uliyat, ustida vazifa, ustida bir omonat ilib yashaydigan kishi u. Onun g'emi shu mas'uliyatning, shu omonatning g'emida bo'ladi aziz birodarlar. Shuna bu ikki xil hayotni yaxshi tushunib olishimiz lozim. Alloh bergan ikki xil hayotni yaxshi tushunib olishimiz lozim. Qalbning hayot tirik bo'lishi uchun zikr bakmoq lozim. Allah subhanahu va taologa bog'lanishni orzu qilgan kishiga Allah orzu qilgandan ko'p beradi. Ziyoda beradi. Buni İmamul Hasanul Basri rahimahullah tafaqqadul halava fi salasa. Sizlar shu huzurni, lazzatni 3 narsadan izlanglar. Birinchi namozdan izlanglar. Namoz o'qib turib, namozda haqiqatan boshqa vaqtkidan bir rohat oldinglarmi? Namoz o'qib turib, qalbingizda rohat topdinglarmi? Zikrda, Qur'on o'qishda izlanglar. Agar bu ishdan topolmagan bo'lsanglar, sizlar bilinglarki Allah bilan o'tiranglardiki ishik itilgan ishikkan, yo'l uzilgankan. Buni bilinglar. İnsan özünün qalbining hayotligi, Allohga bog'langanligini bir bilish uchun namoz o'qib baqqanda, Qur'on o'qib baqqanda, Allohni eslab baqqanda bilishi kerak. Agar mana bu vaqtda ham mu'min Allah subhanahu va taologa bog'lanib qalbida bir huzur, rohat, aromchilik topolmagan bo'lsa, bu odam şu hemen qalbni davolashga harakat qilish kerak. Buni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisida "Men shaghalahu zikri an mas'alati a'taytuhu fawqa ma'utis sa'ilin." Meni aslash uni mendan bir narsa so'rashdan kashilik qilgan bo'lsa, men so'g'anlarga bergandanmi jek beraman degan Alloh taolo. Bir adam Allah'ını estayman deb dua kılanmaptı. Allah'ını estayman deb Allah'ın soraydıgan tileklerini tileyemmigen bolsa Allah sorğanlarga bergenden mencek beraman degan. Demek birodarlar, Allah'ını eslash insonga her qandaq ishlarni hal qiladi. Allah'ını eslash namoz bilan bo'ladi. Kur'an bilen buludu, Allah'ını eslash her türlü işler bilen buludu. Allah'ını eslash bire sorungu kesek, şu sorunda yaxşı din İslam'ın sözleri, hak gaplarni qilish bilen buludu. Şunun için bununla hakikaten ahmiyet berishimiz kerak. Ebu Hureyre radhiyallahu anh rivayet kılgan hadiste, İmam Müslim keltirgan hadiste, la yaq'udu qawmun yazkurunallah illa habbathumul malaika. Bir jamaa Allah subhanahu va taolani asligini o'ltirsa, ularni malaikalar atrofini qorishaydi. Rahmat malaikalar qorishaydi.
Ularni rahmet, Allah'ın rahmeti yapıdı ularni. Ularga sakinet tushidi, ya'ni xotirjamlik tushidi. Ularni Allah o'zining qishchi kishilarning ichida aslaydi. Ey malaikalarim, ko'rdinglarmi? Meni aslash uchun bandalar bir yerga yig'ilibdi. Bugun musulmonlar tabliğ sorunlaridan, ilim ma'rifat sorunlaridan, din İslamning xizmatini qilish uchun plan qiladigan sorunlardan aldirashdan men deb qechyapman. Mana bu aldirashlikdan qutulishning yo'li shu sorunlarga kelish. Chunki u sorunlarga kelgan vaqtda qalbingiz aram topadi. Masalan bir inson bugun charchidi, zirikdi, ümidsizlendi, 2 rakat namoz o'qib, masjidga kirib namoz o'qib, birdan masjidning ichida chiqmay o'ltirsin, qanchalik qalbi rohat oladi ekan. Hayda Peygamber aleyhisselam ma jalasa qawmun majlisan lam yazkurullaha fih ve lam yusallu ala nabiyyihim illa kana aleyhim tira fa in sha'a azzabahum ve in sha'a ghafara lahum. Bir cemaat bir sorunda Allah'ını eslemey, Allah'ını yad etmey oltumaydı ve peygamberge salat yollamay oltumaydı. Eğer oltup kalsa bu ulağa nisbeten bir kemçilik buludu. Allah halis ulanı azaplaydı, halis keçirim kılıdı dedi. Yeni bir hadiste Peygamber aleyhisselam Allah'ını eslemey kopup ketken sorun işekinin tapı okşaydıgan bir sorun okşaydı dedi. Demek İslam bu kadar ayıplı dedi burada. Şunu bugün Müslümanlar bir yer kelse devamlı siyasi gaplar. Düşman falanı yerde unda qıptı, fokunu yerde unda qıptı, u yerde mancha adam öldürüptü degandek mushu so'zlar bilan lam paranglashadi. Ammo Allohning dinini, musulmonlarning g'amini, Qur'onning izzatini qo'g'dash haqida gap yo'q. Qanday qilamiz? Mas'uliyatni qanday ado qilamiz? Uni uchun qanday yordam qilamiz? Bu haqda gap yo'q. Mana bu sorun Allohning oldidagi eng yomon sorun. Şun Resulullah ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yazkurunallaha fihi illa qamu an misli jifati himar dedi. Allah subhanahu ve ta'ala'nı eslemey bir sorundan bir kişiler kopup kesse ola xuddi eshakning tafının etrafına yığılıp bu yerden kopap ketkenga o'xshaydi dedi. Şun musulmonlar o'zaro o'ltirishgan chaqda bir-birimizga nasihat qilish, bir-birimizga haq yetaklash bu vazifasini ham ustimizga elishimiz lozim. G'afil kishiga Allohni eslashdan g'afil kishilarga sir bermaslik lozim. Maslahat solmaslik lozim. Chunki sirni u saqlayolmaydi, maslahatni u berolmaydi. Haqiqiy sog'lom aql undan chiqmaydi. Nimishqa uning qalbini Alloh isloh qilib tumagandan o insonni kuyunib yaxshi maslahat bermaydi. Aziz birodarlar, mana bu zikrining foydalari nihoyat ko'p. Hammani inson deb bo'lib olmaydi. En muhim faydaları insanını bu hayat yolunda hakta menişka u çağırdı. Allah'a davet kılış, ahirisida deydiğimiz Allah'a davet kılış her bir Müslümanın üstündeki farz. Bilgen, tunugan, bilgen bilimi miktarında, tunugan kişilerin arasında bu farz. Mesela namaz
farzligini bilgan bo'lsa, namozni vaqtida o'qimagan yoki keyiniga kechiktirib o'qigan yoki namoz o'qimagan kishiga ey namoz o'qigan, namoz farz, namoz bunda deb uni tushundirish, zakatni tushundirish, ro'zani tushundirish, Qur'onni tushundirish, islomni tushundirish bu musulmonning ustiga bu farz bu. Chunki bu Alloh taolaning dinining haqqi. Alloh bergan iymonning haqqi, hidoyatning haqqi. Allah bizni islomga boshlagan ekan, bu islomning haqqini ado qilish kerak. Xuddi inson zakatni Alloh mol dunyo bersa, uning haqqidan zakat olganga o'xshagan. Tanni saqlam qilgan bo'lsa, uning bilan Alloh ibodat qilganga o'xshash. İnsonga Alloh hidoyat berdi, hidoyatning haqqi bu hidoyatni boshqalarga yetkazish, boshqalarga hidoyatni bildirish. Bu Allah bu her bir Müslüman'a farz. Her bir Müslüman bu davet vazifesini üstüne alış lazım. Aldığımız dersimizde biz bu hakta tefsili toxtaldık. Davetni qandaq dairede qılıdı, qandaq qılıdı. Her bir Müslüman bu farz ibadetini, farz aynı ibadetini qandaq qıla alaydı. Bunu bizninki aldığımız derslerimizde sözledik. Tefsilatını şu yerden anlamasına bulundu. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de kema erselna fikum rasulen minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lamun fezkuruni ezkurukum dedi. Biz sizlerden içinlerden peygamber evetkinimizde okşaş sizler ilgirki milletin peygamber evetkinimizdek sizlerinin içinladımı sizlerge bizden ayetlerimizi okuyduğun sizlerini günah masiyetini paklayduğun kitapını, Kur'an'ını, hikmetini, hadisini bildirduğun sizleri bilmegen dersini bildirduğun peygamber evetlik dep Allah bayan. Meni eslanlar ben seni eslayman. Ben silini eslayman. Demek ki bu ayet-i kerime hidayetinin hakkını bilinmeyin. İmanның haqqını birin. Sizge tevfikning, bergen tevfikning haqqını birin deydi. Demek bu Allah Subhanahu ve Taala'nı eslash Allah'ın dinini yetkizish bilan bo'ladi. Allah'ni eslash Qur'oni Kerimni kishilarga yetkizish bilan bo'ladi. Allah'ni eslash her bir işlerimizde başka, şu bölgünümüzde başkalarına ülgütüş bilen hem bunu deriz buraderler. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nı eslaştığın türleri köp buludu. İnsan özünün ki emeli bilen, yani emeli ibadeti bilen Allah'ını eslaydı. Ya ki tili bilen Allah'ını eslaydı. Mesela Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de vezkur isme rabbik vezkur isme rabbik sen Rabbinin ismini tilga ağın yad etkin dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiş bilen Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber deyiş bilen ve onundan başka Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahal azim deyiş bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde ügütüp koygan nurgun zikir duaları var, ezkar duaları var. Şu dualarını kılıştıktan Müslüman insan Allah'ın esnaydı. Mesela yolda bana vatkaç, ya ki bir yerde yalğız kalsan Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dediysen mi buludu? Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahal azim desek mi buludu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını tekrarlasak mı buludu? Bu mu bu zikirinin bir türü? İkincisi istiğfar mı zikir? Allah Subhanahu ve Teala bu istiğfar hakkında bak Kur'an-ı Kerim'de diyecek sözü de فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Mesela Nuh Aleyhisselatü Vesselam men Rabbinlardan günahınlarının keçirim buluşunu soranlar ey bendeler dedim. Yani istiğfar etinler. Bunu Allah bayan sebebini bayan kılıp innehu kan gaffar. Çünkü Allah günahını bak keçirim kıldığın zatıdır. Gaffar deganning ma'nosi bir insan ömür hayatida Allah'ın diniga qarshi turibdi, inkar qilibdi, hatta musulmonlarni o'ltiribdi, islomning nurini o'chiribdi.
eng oxirida o haqni tunib islomga qaytib kelgan bo'lsa, Alloh uning gunohini kechirim qiladi. Xuddi Ikrimah ibn Abi Jahlga o'xshash. Ammo bu tarixda hech qanday podsholar, hech qanday insonlar tomonidan bulab baqqan ish emas o. Bir podsho davlatiga bir umr qarshi kurash qilib, uningdan men seni qo'lladim, men sana el bo'ldim deb gap qilsa, bu podsho kechirim qilmaydi uni. Ammo Alloh kechirim qiladi. Alloh kechirim qiladi. İstiğfarning javobi yursilis samaa alaykum midrara. Alloh sizlarga ko'p yomg'ir yog'diradigan bulutni avatidi. Sizlarga mol, bola orqali yordam beradi. Sizlarga bog' bo'stonlarni, dengiz o'stanlarni qilib beradi. Demak, kambag'allikdan qo'rqib qolgan kishimi istig'forni ko'paytirish kerak. Mana Alloh istig'forning foydasi biri ovatlashidir. Jamiyat ovat bo'ladi. Munbat bo'ladi. Köp yağmur yağıdı, mallarını avıydı, ballarını köpüydü, silerge bağı bostanlık kılıdı dep Allah bayan kıldı. Çünkü yağmur, su, rızıkның menbesi. Demek, Müslümanlar Allah'ı köp istiğfar etken çağda, o Allah Teala'nın bereketiga. Üçüncüsü zikir mi dua? Dua mı zikir? İnsan Allah'a dua kılsa o zikir etken buludu. Allah'ın buyrukları, nehirlerden izlenip Allah nemege buyurdu, nemeden tost edip, ügünüş, ügütüş, kitap kürüş, bu mu zikir? Namaz okuş zikir. Allah Teala ve akimis salatı zikri dedi. Oylunuş. Din İslam hakkında oylunuş. Müslümanların takdiride oylunuş. Kanda kutulduruş hakkında oylunuş. Tefekkür kılış, Müslümanlarga çıkış yolunu köksün oylanış. Mana bunun hemmisi zikir. Allah Teala zikir ettiğini dedi. Bunun cevabını Allah bize verip, "Huvallazi yusalli aleykum." Eğer sizler Allah'ını eslep, Allah'ını yad etip, yukarıda deyilgendek zikirlerinin türünü kılsanlar, sizlerin günahını Allah kechirim kıldı. "Huvallazi yusalli aleykum." dedi. Allah sizlerge günahlarını kechirim qiladi, qalbinglarni yumuştib beradi, sizlarning qalbinglarga bir qiladi, rohat, huzur bag'ishlaydi. Malaikalarni kechirim duo qiladi sizlarga. Sizlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun. Bu zikrning eng oxirgi foydasi qorong'ulik, qalbning qorong'uligi. Qalb qaridash, qalbni qorong'ulik besish, gangirash, tingirqashdan uç yolga, rüşen yolga ega bo'ladi inson. Allah müminlarga mehriban. O Allah'ını eslegan kishini hergiz Allah tashlab etmaydi. Allah'ını chaqirgan kishini Allah hergiz qo'yib qo'ymaydi. Çünkü Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala bizga qorong'ulikdan nurga chiqay desangiz, tingirqash, hayronlik, gangirash ichidan haqiqiy yurug'liqqa, nijotlik yo'liga chiqay desangiz, meni aslang, meni yod eting. Aziz Müslümanlar, hemmimizde Allah Subhanahu ve Teala özünü köp yad etküçülerden kılsın. Allah'ını köp esteküçülerden kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.